Assalomu alaykum rahmatulloh barakatuh. Yaxshimisizlar go'zallarim, O'zbekiston go'zallari, xonimlari, yaxshimisizlar, tuzimizlar. Qaranglar, men kollagen oldim. Eva Protok kompaniyasining mahsulotidan. Qiziljo'lar shunaqa zo'r effekt berdi. Men limonga, apelsinga jig'ildonim juda ham yomon qaynaydi. Bu kollagen apelsindan qilingan. Apelsinda C vitamini bo'lgani uchun. Buni tarkibida kollagen tarkibida gialuronkasi bor, C apelsin vitaminlari bor, vitaminlarga boy. Juda ham mazali va odamning ko'ngliga tegmaydigan, yaxshi, juda ham yaxshi. Men hech qachon kollagen ichib ko'rmaganman. Mana endi shuni tatib ko'rdim. Ishoning, shu limon, apelsin yesam, jig'ildonim qaynab tishvar edi. Ya'ni oshqozonimda kislotligim ko'payib ketardi. Shuni hisobiga men apelsin, limon yeya olmasdim, lekin mana shuni ichganimdan keyin mana hozir ichganimga bir hafta bo'lgan bo'lsa, bir marta tiq etib jig'ildonim qaynamadi. Bu vitaminda organizmga kerakli narsadan iste'mol qilish kerak. Bunda qarab tursangiz, juda ham mazali va foydali mahsulot ekan. Bu amerikanskiy kollagenizdan ham zo'r. Ana aytadi-ku, kimgadir yoqar lola, kimdir atirgul shaydosi. Men uchun rayhon a'lo, rayhonning yo'q bahosi deydi. Men uchun Eva kompaniyasining mahsuloti kollagenning bahosi yo'q qizlar. Fashizor. Osiylar puliga umuman achilmaysizlar. Maza. Menda atir kapuchino bo'lmagani uchun yulkada aralashtiribman. Ozgina aralashish qiyin bo'ldi yulkada, lekin atir kapuchinoda zo'r aralashadi. Xudo xolasa uni ham olaman, qo'lga kiritaman. Xullas, kollagen osiylar, bu kollagen osiylar achilmaysizlar puliga. Ozaman deganlar uchun kollagen yoniga detox, promslim qo'shib olsanglar, bu yanada ham zo'r rezultat bo'ladi. Ya'ni osishga yordam beradi. Misol uchun, detox yog'larni eritib beradi. Kollagen suyak og'riqlariga, botoks effektini beradi, yuzingizga ajinni olib tashlaydi. Xullas, ajinlarning ajali deyishadi bu shu kollagenni. Sizlarga juda ham zo'r yordam beradi va effekti bor. 100% osishingizda va energichniy bo'lishingizga yordam beradi. Men misol uchun bitta mana shu stikini ichganim o'zida, bitta dona ichganim o'zida shunaqa zo'r energiya oldimki, kun bo'yi ancha-muncha ishimni qilib qo'ydim. Rosa yaxshi narsa ekan. Xullas, osinglar achinmaysizlar. Qizlarjonlar, murojaat va buyurtma uchun menga murojaat qiling, albatta sizlarga yordam beraman. Bizda aldovlar yo'q, hammasi chestniy qizlar va kollagenimiz halollik sertifikatiga ega, hamma mahsulotlarimiz halol.